Nogironlik aravachasiga o'tirib kelgan bemor Alloh qudrati bilan o'zi turib yurib, velosipedda 10-15 kilometr sayr qilib yuribdilar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun bizning klinikamizda yana bir yangilik, xursandchilik. Bemorimiz Qurbonniyazov Safarboy aka 1970-yilda tug'ilganlar. Bular Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan. Menga ushbu bemorim 2023-yil oktyabr oyida menga murojaat qilib keldilar. Bemorda klinik tashxis bu Guillain-Barré kasalligi, ya'ni o'tkir poliradikular nevrit deb ataladi. Bu tibbiyotda ushbu kasallikda bemorimizga kelgan vaqtlarida ikkala oyoqda keskin darajada harakat cheklanish va shu bilan bir qatorda qo'llarda ham va tanada. Ya'ni bemor o'zi tura olmaydi, o'zi yura olmaydi, o'ziga xizmat qila olmasdi. Birovlar yordamiga muhtoj edi. Allohdan so'rab lecheniani boshladik. 3 oy davomida lechena qilganimizda har oyda kun sayin yaxshilanib bordilar. Dastlab oktyabr oyida, keyin esa yanvar oyida va aprel oyida va oxirgisi mana noyabr oyida davoladik. Hammasi yaxshi bo'ldi, joyiga tushdi. Bemorimiz o'zlari turib yuribdilar. Qolgan shikoyatlar nima bilan kelganligini bemorni o'zidan ham so'rab bilamiz. Safarboy aka, nima shikoyatlar bilan kelgandingiz? Dastavval qayerlarga borgandingiz va nima o'zgarishlar bo'ldi? Shu haqida ozgina aytib bersangiz. Men 2023-yılı oktyabr ayında şu keselikten kesellenip mahalliy avulda poliklinikaga müracaat qildim. O yerde ko'rinib, lecheniya alıp, neticesi az bo'lgani uchun internet tarmoqlaridan şu Hilalmet Center degan klinikani topib, şu yerga müracaat etdim. Hem oktyabr ayında 12 kun lecheniya aldım. Neticesi 15 günden keyin bilindi. Ikinci marta kelganim yanvar ayında, onda da 10 kun lecheniya alıp, kem-kemden özümning densog'ligim saqlashib qoldi. Kelgan vaqtda uluma ayağımda, kolumda can yok, halsiz, özümden özüm hareket ete almayman. Nagiraldık arabachasında samolyotda keldik. Hazır Xudoyga şükür, birinchi alda, ikinchi şu klinikaning shifokorlari, mana Sabitjon bolamiz, ularning sol xizmatlarining şu natijaga kelib, özüm hareketlenip, özüm yuradigan, özüm xizmat etadigan darajaga keldim. Rahmet aytaman. Vrachlarning, shifokorlarning maslahati bilan avulga borgan vaqtda özümçe hareketlenip, reabilitatsiya yürüp, bu yerde velosipedde köp yürü gerek dedi. Şu velosipedde aydap, birinchi kunlari 500 metr, ikinci kunlari odan qo'shib hozirgi vaqtda kuniga bir 10-15 kilometr birlikte yürümeyin. Yani biz 4 kilometr piyoda hareketlenip yürümeyin. Kundan kunga densog'ligim tiklanib hozir şu ahvolga keldi. Bu keselikpe kesilgan adam, og'rigan adam eng birinchi tushkunlikka tushib ketadi. Bu 1-2-3 kunning, bir haftaning ichida tikib yurgan adam birden joy olmay qolganligi sababli qaytib tavr bo'lmayman degan darajaga keladi. Nega keldim, nega akeldingiz degan semiy a'zolarining sonday gaplar ham bo'ldi. Sebebi bu birden yurgan adamning tushkunligi. Kelgandan keyin bu vrachlarning motivatsiya beruvi, burungi tavır bo'lgan bemorlarning videolarini qo'yib berib, ham o'zlarining motivatsiyalarini bergandan keyin adamda senim bo'lib, senim orqali har kim o'zi senu kerak, senim orqali kasallikni yenguga bo'ladi. Bu kasallikdan qo'rquvning keragi yo'q, yemi bor ekan, bu vaqtida emlanib xabarlashsa oyoqqa turib ketadi. Ushbu kasallik tibbiyotda Guillain-Barré kasalligi deb ataladi. Bemorlarda bunda 1-2 kun, ya'ni 48 soat ichida qo'l oyoqda birdaniga harakat cheklanib qoladi. Bunaqangi paytda bemorimiz aytganda o'tkir depressiya holatlari rivojlanadi. Ya'ni tushkun kayfiyat yo'q, tushkun kayfiyatga aslo hojat yo'q. Guillain-Barré bo'yicha dastlabki bosqichlarda reanimatsiya bo'limlarida qaralish kerak bemor va keyin ushbu kasallik o'tkir fazasidan surunkali fazasiga o'tadi. Ana shu surunkali fazasida bemor tashlab qo'ymas kerak. Ya'ni o'tkir fazasidan o'tgandan keyin bemorlarda to'liq harakat tiklanmaydi. Shu bilan ko'pchilik bemorlar umidsizlanib, uyda o'tirib qoladi. Bo'ldi, men shunday qolib ketdimmikin deb. Aslo bunday bo'lmasligi kerak. Bu surunkali fazasi 1 yillar davom etadi. Ana shu 1 yillar davomida har 3 oy, 4 oy, 5 oy davomida ketma-ket davolanib yursalar, Alloh shifo bersa, tuzalib yaxshi bo'lib ketadi. Hop, Safarboy aka, qo'llaringizni tepaga ko'taring. Shuni ishlating. Yaxshi. Oyog'ingizni bo'ldi, qo'lingizni tushiring. Oyog'ingizni ko'taring tepaga, narigisini ham. Juda yaxshi. Bo'ldi. Qani sekin o'tirib olingchi o'zingiz. Yaxshi. Qiyinchilik yo'q-a? Yo'q. Yaxshi. Hop, qani qo'lni tepaga ko'tarasiz. Yaxshi, tushiring. O'rningizdan turib, bitta yuraverasiz. Prosta yuring bo'ldi, обычно. O'tirib turib. O'tirib turib